Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzumizning nomi ta'limda veb kontentni yaratish uchun dasturiy vositalar. Mavzular ro'yxati. Veb kontentni yaratishning ahamiyati, ta'limda foydalaniladigan dasturiy vositalar, veb kontent yaratish jarayonida muvaffaqiyatli strategiyalar. Kontent yaratish bu ma'lum bir kontentda oxirgi foydalanuvchi auditoriya uchun har qanday ommaviy axborot vositalariga, ayniqsa raqamli mediaga ma'lumotlarning hissasi hisoblanadi. Kontent tarqatish, marketing va nashr etish uchun nutq, yozuv yoki turli xil san'at turlari kabi biror bir vosita orqali foydalanish kerak bo'lgan axborot vositasidir. Veb kontentning ta'limdagi roli. Veb kontent ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. O'quvchilar uchun turli xil resurslar, masalan, videolar, maqolalar va interaktiv dasturlar ta'limni qiziqarli qiladi. Bunday kontent o'quvchilarni yanada jalb etadi va ularning o'rganish jarayonini yaxshilaydi. Shuningdek, veb kontent global ma'lumotlarga kirishni ham ta'minlaydi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Veb kontentning foydali tomonlari. Veb kontent o'quvchilarga o'z vaqtida va joyida o'rganish imkonini beradi. Bu o'z navbatida ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan qiladi. O'quvchilar o'z dasturlariga muvofiq o'rganishlari mumkin bo'ladi. Veb kontent yaratishning afzalliklari. Birinchidan, veb kontent o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Interaktiv materiallar va ko'rish imkoniyatlari o'quvchilarning qiziqishini yanada oshiradi. Ikkinchidan, veb kontent global ta'lim resurslariga kirishni ta'minlaydi. O'quvchilar butun dunyo bo'ylab bilim olishlari mumkin bo'ladi. Uchinchidan, veb kontentni yaratish jarayoni o'quvchilarga o'z darslarini yanada qiziqarli qilishga yordam beradi. Bu o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi. Dasturiy vositalar turlari. Ta'limda foydalaniladigan dasturiy vositalar ko'plab turli xil funksiyalarni bajaradi. Ular orasida veb saytlar yaratish, interaktiv darsliklar va onlayn testlar uchun dasturlar mavjud. Ularning barchasi o'quvchilarga va talabalarga ta'lim jarayonini yanada qulay va samarali qilishga yordam beradi. Ta'limda dasturiy vositalarning afzalliklari. Dasturiy vositalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlaydi. Dasturiy vositalarning ta'siri. Dasturiy vositalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini tezlashtiradi. Ular o'z-o'zini o'rganish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. O'qituvchilar uchun bu vositalar darslarni rejalashtirish va o'quv materiallarini tayyorlashda yordam beradi. Bu o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi. Shuningdek, dasturiy vositalar o'qituvchilar va talabalar o'rtasida ma'lumot almashishni osonlashtiradi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Raqamli ta'lim kontentini tayyorlash uchun ko'p turli xil va interaktiv HTML5, Scorm, LMS kabi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan elektron o'quv kursini yaratishda muhim bo'lgan dasturiy vositalarni talab qiladi. Shuning uchun uni to'g'ri tanlash muammosi paydo bo'ladi. Veb kontent yaratishning asosiy strategiyalari. Veb kontent yaratishda muvaffaqiyatli strategiyalarni ishlab chiqish uchun birinchi navbatda maqsadli auditoriyani aniqlash zarur. Keyinchalik kontentni yaratishda innovatsion yondashuvlar, vizual elementlar va interaktivlikni qo'shish muhimdir. Shuningdek, SEO optimizatsiyasi orqali kontentni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarga chiqarish strategiyalarini qo'llash kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli strategiyalarni qo'llash.
Web kontent yaratishda muvaffaqiyatli strategiyalarni amalga oshirish uchun rejalashtirish va tahlil qilish muhimdir. Har bir strategiya o'ziga xos bo'lishi kerak va maqsadli auditoriyaga mos kelishi lozim. Kontentni muntazam yangilab turish va foydalanuvchilar bilan aloqada bo'lish ham zarur. Web kontent yaratish jarayoni. Birinchi qadam sifatida auditoriyani aniqlash va ularning ehtiyojlarini tushunish juda muhim. Bu ma'lumotlar asosida kontentni shakllantirish va taqdim etish strategiyasini ishlab chiqish kerak. Ikkinchi qadam sifatida vizual elementlar va interaktivlikni qo'shish orqali foydalanuvchilarni jalb qilishni maqsad qilib qo'yish lozim. Bu kontentni yanada qiziqarli va foydali qiladi. Oxirgi qadam sifatida SEO optimizatsiyasini amalga oshirish orqali kontentni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarga chiqarish zarur. Bu strategiya orqali ko'proq foydalanuvchilarni jalb qilish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting.